Tarixda shunday marosimlar bo'lgan. Ularni bajargan odamlar bilim, boylik, hattoki kelajakni ham bilishni xohlashgan. Lekin ko'pchiligi aqldan ozgan, ba'zilar esa bedarak yo'qolgan. Bugun men sizga Dinchag'ir shahrida gapirib beraman, lekin eslatib o'taman, bu video tajriba uchun emas. Stop. Video boshlanishidan oldin kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va shu videoga like bosishni ham esdan chiqarmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyin yangi chiqqan videolarimni o'tkazib yubormaysiz. Birinchi bo'lib sizda chiqadi va shunday ma'lumotlarga tezroq ega bo'lasiz. Demak, endi videoni davom ettiramiz. Dinchag'ir suvlari qadimgi Mesopotamiya va Misrda ko'proq uchraydi, chunki ular jinlarni ko'rinmas bilim egalari deb atashgan. Yevropada o'rta asrlarda maxfiy kitoblar ham mavjud bo'lgan. Ularning eng mashhuri Solomon kaliti deb atalgan. U kitobda jinlarni qanday chaqirish emas, balki jinlarni chaqirgandan keyin qanday qilib omon qolish yozilgan. Mana oxirgi payt videolar olish motivatsiyam anchaga pasaydi. Chunki buning asosiy sababi esa mana bu statistika. Bu statistikada qancha odam menga obuna bo'lmasdan, qanchasi esa obuna bo'lib kuzatayotgan odamlarning soni hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkinki, menga obuna bo'lmagan odamlar obuna bo'lganlardan anchagina ko'p. Agar siz shuni anchaga pasaytirib bersangiz, menga ya'ni obuna bo'lib bersangiz, meni motivatsiyam yana ham ko'tariladi va videolar chiqish soni juda ko'payadi. Siz agar qo'rqinchli videolarga qiziqsangiz, kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Video boshlanishidan oldin albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mayli, hammasini demayman. Deyarli yarmini kamaytirib bersangiz, juda ham qiziqarli videolar qo'yish soni ortadi. Yana endi esa videoni davom ettiramiz. Kanalimiz ham ketdik. Islomda jinlar insonlar kabi ixtiyorli mavjudotlardir. Ularni chaqirish qattiq man etilgan. Tarixda ko'plab odamlar jinlar bilan aloqa qilganini aytadi, lekin hammasi bir xil yakun topgan. Ya'ni tushdagi bosilish, tinimsiz qo'rquv, uykudagi paralij, aqldan ozish. Buni tasodif emas deb o'ylaydiganlar ham yetarlichadir. Eng qiziq tomoni shundaki, jin chaqirish bilan shug'ullangan odamlarning ko'pchiligi keyinchalik bir xil mavjudotni ko'rganini aytishadi. Qora siluetli, yuzsiz, ko'krak ustiga o'tirib oladigan. Bu sizga nimani eslatmayaptimi? Uykudagi paralij. Agar siz uykudagi paralish nimaligini bilmasangiz, kanalimga o'tib shu videodan oldingi videoni ko'rsangiz, shu yerda to'liq ma'lumotni berib o'tganmiz. Bu videoni ko'rgandan keyin qiziqib ketmang, marosim ham qilmang, hattoki sinab ko'ray ham demang. Chunki tarix shuni ko'rsatadiki, jin chaqirilgandan keyin kelmay qolishi mumkin, hattoki kelgandan keyin ketmay qolishi ham mumkin. Bu video shunchaki ogohlantirish tarzida va shunchaki kontent uchun olingan. Fikringizni izohlarda qoldiring. Yevropadagi Giatiya marosimlari. Manba Solomon kaliti kitobidan olingan. Bu yerda 72 ta demon, ya'ni jinlar nomi yozilgan. Ularni chaqirish mumkin deb ishonishgan. Lekin tarixchilar shuni aytadiki, bu psixologik va diniy qo'rquvlarga asoslangan oddiy afsona deb atashgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Fors va arab sahrosidagi rivoyatlar. Rivoyatlarda aytilishicha, xalq orasida shunday gaplar yurgan. Sahroda yolg'iz qolgan odamlar keyinchalik ko'rinmas mavjudotlar bilan gaplashdim deb da'vo qilishgan. Bu hikoyalar aniq marosimsiz, ko'proq vahima, yolg'iz qolishlik va issiqlikdan kelib chiqqan afsona deb o'ylashgan. Siz qanday o'ylaysiz? Fikringizni albatta kommentda kutaman. Shu yerda videoga stop beramiz. Shu yuqorida aytgan hamma narsalarim to'g'ri yoki noto'g'riligini kommentda fikringizni yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Tarixda barcha jin chaqirish deb atalgan hamma narsalar afsona, rivoyatlar talqini deb tarqalib ketgan. Lekin nega hanuzgacha odamlar folbinlarga, shunday marosimlarga ishonib yuradi? Shu eng qo'rqinchli savoldir. Shu joyda video yakun topadi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va shu videoga like ni bosib qo'ying. Keyingi safar ko'rishguncha xayr.